Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachalarim. Xalqimiz har xil tarzda prezidentimizga murojaat qilyaptilar. Qanday qilib o'zimizni tiklaymiz? Endi bu yog'iga nima bo'ladi? Biz o'samizmi o'zi? degan savollar bilan chiqyaptilar. Bu savollaringizga ular sizga javob bermaydi. Uning uchun boshingizni qotirib, kallangizni og'ritib chiqqaningizni foydasi yo'q. Ular sizning gapingizga qaramaydi ham. Endi bo'lar ish bo'lib bo'ldi. Bu yog'i peshonadan endi. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Haliyamki siz tinch yurtda yashayapsiz. Ana Falastinni ko'ring, dabdalasini chiqarib tashlashdi. Birov indadimi? Yo'q, indamadi. Borib aralashmadi, hech bir yurt aralashmadi. Bizdan-da yaxshiroq yurtlar, Turkiya va boshqa yurtlar ham hech biri aralashgani yo'q o'sha Falastindagi bo'lib turgan voqealarga. Faqatgina uzoqdan gapirib qo'yaverdi. Biz nima qilishimiz kerak edi, aralashishimiz kerak edi, ularga yordam berishimiz kerak edi degan onda-sonda gaplarni, bo'lmag'ur gaplarni gapirib qo'yaverdi. Xuddi как будто do'stingiz sizni положениеңizni ko'rib turib, bilib turib, senga o'sha vaqtda qarz bersam bo'lar ekan deb aytadi-ku. Masalan, siz yaxshi bo'lib ketganingizdan keyin sizga yolg'ondan, sizga yaxshi ko'rsanish maqsadida shunaqa degan gaplarni gapirishi mumkin-ku masalan. Xuddi ona shunaqa gaplarni gapiryapti-da o'sha boshqa yurtlar ham. Xullas, aytmoqchi gapim, unaqa qilib prezidentimiz qachon biz boyib ketamiz? Qarang axir, unaqa qiling axir, bunaqa qiling axir degan gaplarni gapirmang. O'zligi bilishadi. O'zligiga qo'yib bering. Haliyamda mana ishlasangiz qariganda pensiyangizni olib turibsiz. Ishlasangiz dollar bo'lmasa ham so'm olib turibsiz. Hech bo'lmaganda shu tirikchiligingizni ko'ryapsiz shu yurtda. Unaqa dollar, yevro topib tashlamasangiz ham mana shu so'mda 4 million, 5 million oylik olyapsiz. O'shanisiga shukr qilib yashayvering. Aytaymi bir gapni? Boylik orttiraman deb urinmang. Qo'ni qo'shnim boyib ketdi. Qo'ni qo'shnimda mana Captiva'si bor, jipi bor deb nima qilib o'tirmang. Orzu havas qilib o'zingizni hayotingiz bilan yashang. Maslahatim shu. O'zingizni hayotingiz bilan yashang, o'zganing hayotiga qaramang. Xudo biladi, u qanaqa qilib topyapti u pulni. Harom yo'l bilan topyaptimi? Qanaqa qilib yo'l bilan topgan, siz qayerdan bilasiz? Faqatgina birovlarni hayotiga qaraysiz, o'zim ham boyishim kerak deysiz, boshqa deysiz. Nima qilib boyiyapti ular? Siz bilmaysiz. O'shaning uchun qo'ying.
Siz bilan meni chiqib har xil bo'lar bo'lmag'ur davlat haqida gapirgan gaplarimiz hech kimga kerak emas. Gapirishmaydi. Bizni gapimizni eshitishmaydi. O'zligi bilishadi nima qilishni. O'zimizdan aqllini yasamaylik. Kerak emas o'zimizdan aqllini yasash kerak yo'q. Ana Hindistonni qarang. Hindiston hozirgacha kambag'al yurt. Bizdan burun o'shalar mustaqil bo'lgan. Lekin hozirgacha ular dabdalasi chiqib, devonasi chiqib yuribdi. Xullas o'zimizdan boshqa bir mamlakatlarni ko'raylik. Hali hech birisi mazza qilib yashab yurgani yo'q. Boriga shukr qilaylik bo'lgani. Shukr qiling. Alloh taolo qarab turibdi. O'zi bir yo'li bilan berar. Sog' salomat bo'ling. Like bosing, obuna bo'ling azizlarim.